Bugungi obzorimizda молочко для снятия макияжа. Bu judayam zo'r молочко. Mana judayam gustoy konsistensiyasi judayam gustoy. Hozir mana ochib ko'rsataman. Mana xuddi kremdaqa. Bu hali suyuq, nima emas. Mana konsistensiya qanaqa quyuq darajada. Hidi judayam свежий, приятный hidi. Hidlari judayam ko'p ketadi, barakali judayam mana makiyajlarni, stoyki makiyajlarni снимать qiladi. Mana ko'zdan молочко мягко и эффективно удаляет повседневный макияж с лица, глаз и губ. Lablardan, ko'zdan makiyajni удалять qilish, nima qilib, yaxshilab снимать qilish uchun mana устраняет сухость. Mana shелушение yuzda kimi yuzi quruq bo'lsa judayam zo'r tushadi. Buni vatniy diskka quygandan so'ng очищать qilinadi. Yuzga yaxshilab yuzda artib tashaladi. Juda zo'r nima qiladi, очищать qilib beradi. Quyuqligini mana ko'rinib turibdi, judayam krem bu. Xuddi kremdaqa молочко. Suyuq emas, juda quyuq, zo'r, ko'zlarni achitmaydi keyin. Judayam zo'r aksiologiya bizni nimamizni, Faberlic kompaniyasini lineykasi.